Salom do'stlar, Texno Dunyo kanaliga xush kelibsiz. Bu videoda Telegram akkauntingiz umrbodga yoki qanchadir muddatga spam bo'lib qolgan bo'lsa, uni qanday qilib ochishni o'rgataman. Videoni diqqat bilan tomosha qiling va spamdan ochishni o'rganib oling. Diqqat, bu kanalimiz yangi, shuning uchun pastdagi obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Bundan keyingi videomiz agar sizning Telegramda bitta yoki ikkita akkauntingiz bo'lsa, men yana qo'shimchasiga boshqa akkauntlar ochishni o'rgataman. SIM kartasiz ochish yo'llari mavjud, o'shalarni o'rgataman. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormang. Akkauntingiz o'zi spam bo'lganmi yoki bo'lmaganmi? Agar bo'lgan bo'lsa, qancha muddatga spam bo'lganini bilish uchun qidiruvga eng birinchi spam bot deb yozamiz. Chiqadigan mana shu eng birinchi galochkali botga kirib boshlashni bosganimizda o'zi yoki mana bu joyda muddat bo'ladi, qaysidir oy yoki umrbodga spam bo'lgan bo'ladi. Endi xuddi shu umrbodga spam bo'lganini yechamiz. Salom Shayxnazar. Afsuski ayrim harakatlar spamga qarshi tizimlarimiz tomonidan keskin qarshilikka duch kelishi mumkin. Qarochi bu umrbodga spam. Endi buni yechish uchun pastda mana bunda 4 ta tugma chiqadi. Ok, spam nima? Qilgan xatomdan afsusdaman. Iltimos mendan cheklovlarni olib tashlang. Bu xato. Bu yerda bu xatoni yozamiz va bu yerdan agar akkauntingizga xatolik sabab cheklov qo'yilgan deb hisoblasangiz, bu haqida ariza topshirishingiz mumkin dedi. Endi bu yerdan ariza yozishga tayyormisiz dedi. Ha'ni bosamiz. E'tibor bering, xato qilsangiz akkauntingiz spamdan chiqmaydi. Endi bu qismida reklamalar tarqatganmisiz yoki aksiyalar xabarlari, shokka tushiruvchi materiallar tarqatganmisiz deyapti. Bu yerdan yo'q, hech qachon bunday qilmaganman deb bosganimizda endi nima sababdan spam bo'lgan? Iltimos bizga uni tavsiflab bering deyapti. Ya'ni bu yerga tekst yozishimiz kerak. Nimadir deb yozib o'rsak, bu yerdan spamdan hech qachon chiqmaydi. Shuning uchun biz tayyorlab qo'ygan tekst bor, uni olishingiz kerak. Buning uchun Texno Dunyo bot deb yozamiz. Mana e'tibor beringlar, yozilishiga, hamma joyiga Texno Dunyo bot username'iga, ya'ni mana bu foydalanuvchi nomiga ham e'tibor beringlar. Glavniy rasm, hammasiga e'tibor berib, original botga kiringlar, qolganlari aldaydi. Bu botga kirganda boshlash tugmasini bosib, ikkita kanalga a'zo bo'lishni so'radi. Bu yerdan ikkita kanalga a'zo bo'lib qo'yamiz tezda va davom etishni bosib botdan foydalanish uchun username bo'lishi kerak dedi. Ha, bizning username'imiz yo'qligi sabab foydalanuvchi nomi o'rnatib olamiz. Ya'ni bu yerdan Texno Dunyo test deb yozamiz. Foydalanuvchi nomi o'rnatildi. Endi davom etishni bosganimizda bot bizga 100% ishlab beradi. Xo'p, bot ishlab berdi. Endi bu yerdan Instagramga hashtag va spam text degan bor. Spam textni ustiga bosganimizda bizga spam text beradi. Ya'ni text ilova tekstni ko'rish uchun tugmani bosasiz va shu yerda yozib qo'yilgan bo'ladi. Spam bo'lsangiz, spamdan chiqish uchun mana bu tekstni spam botga videoda aytilgandek yuboring. Ustiga bitta bosganimizda nusxa olinadi yoki mana bunday qilib nusxa olsak ham bo'ladi. Nusxalaganimizdan so'ng spam botga xuddi shuni yuboramiz. Agar xato qilsangiz, akkauntingiz spam bo'lib qolib ketadi. Rahmat, arizangiz qabul qilindi. Jamoamiz nazoratchilari tez orada buni ko'rib chiqadi dedi. Birozdan so'ng qaytadan urinib ko'ramiz. Birinchi bu spam botni o'chirib tashlaymiz, o'chirish va bloklash qilib tashlaymiz. Keyin bir 10 daqiqa yoki 20 daqiqadan so'ng qayta start bosib ko'ramiz. Spamdan chiqqanmi yoki yo'qmi tekshirib ko'rish uchun yana spam botga kirdik. Bu
Bu yerda boshlash tugmasini bosamiz. Tabriklaymiz. Sizda xushxabarimiz bor. Hozirda hisobingizda hech qanday cheklovlar yo'q. Misoli erkin qushsiz. Demak, video foydali bo'ldi deb o'ylayman. Agar sizda o'xshagan bo'lsa, kommentariyada o'xshadi deb yozib qoldiring. Agar o'xshamagan bo'lsa, qandaydir xatolik bo'lgan bo'lsa, o'xshamadi deb sababini yozib qo'ysangiz, iloji boricha men javob berishga harakat qilaman. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'ying.